Ha, mana o'sha yaramas, meni qiyofadoshim manyak. Hozir qandaydir qilib uni o'sha portal yoniga olib borishim kerak. Hoy yaramas, meni tuta olasanmi? Ha, to'xta, hoy yaramas, to'xta dedim. Janob mer, davay. Bo'pti, Jo'xa, izingdan boryapman. Davay. Yaramas, to'xta deyapman men senga. Yetolmaysan menga, qo'lingdan kelsa tutib ol. Davay, tutib ol, qo'lingdan kelmaydi. Ha. Yaramas, ortimdan kel, zo'rmisan? Zo'rman, to'xta dedim men senga. Ha, to'xtadim. Davay. Jo'xa, biz uni tutdik, Jo'xa, biz uni. Yo, dahshat bo'ldi endi. Endi zo'r bo'ladi. Qarisan, Jo'xa, qayerdasan? Hoy Jo'xa, qayerdasan deyapman. Jo'xa, shu yerdamisan? Hoy Jo'xa. Ha, janob mer, hozir boryapman. Bo'ldimi? Havas qalbi? Ha, uni portalga joyladik. Endi men borib xotinimni ko'rayinchi, o'z holatiga qaytibdimi? Mayli, men hozir ko'raychi. Mana yaramas ham o'z holiga ya'ni to'g'ri yo'qolib ketibdimi? Ha, mayli, ko'ring unda, men ketdim xotinimning oldiga. Mayli. Tak, bu portal qanaqa ishlar kerak o'zi? Hozir tekshiramiz. Xotinim qayerda ekan? Menimcha mana shu yerda turganda hozir hamma jitellar bilan birga, lekin jitellar ko'rinmayapti. Menimcha jitellar hammasi o'z holatiga qaytgan bo'lsa kerak. Xotinim qayerga ketdi ekan, bilmadim. Endi buni izlab o'tiramanmi? Mayli, qayerdan bo'lsa ham hozir topishga harakat qilaman, lekin hech qayerda yo'q. Balki mana bu janob merdi xotinining oldida turgandir. Yo'q, bu yerda ham yo'q, hayronman. Qayerga ketdi ekan? Hoy xotin, qayerdasan? Xotin deyapman. Hoy xotin. Xotin? Yo'q, xotinim hech qayerda, hozir shu yerda turganda. Mana ekan, nima men ko'zim ko'rinmadi. Demak, xotin hali manyak bo'lib qo'ygan xotinim. Yo'q, kalim ham kelyapti shu vaqtda. Yo'q, xotin tegma iltimos. Men Jo'xaman axir, men tanimayapsanmi, eringman. Tanimayapsanmi? Hoy, to'xta. Nima bo'lyapti senga? Yaxshimisan? Yaxshi shekilli. Nima bo'ldi senga? Nimaga bunaqa bo'lib qolding? Nima? To'xta, ortingdan boryapman unda. Menga hammasini tushuntirib ber, lekin senga qayoqdan niqob kirib qoldi? O'zing kiyib olding? Jinnimisan o'zing niqobni kiyib olib? Bekor qilibsan. Mayli, unda sen uyga borib tur, men borib qishloqni aylanib ko'ray, jitellarning hammasi o'z holatiga qaytibdimi ekan? Yaramaslar. O'sha jitellar hammasiga aybdor, chunki jitellarni o'sha yaramas bitta jitel borib o'sha portalni qurgan. Ya'ni o'sha klon apparatini. Jitel yaxshimisan? Ha, zo'r. Nima gap, Jo'xa, sen ham o'z holingga qaytibsan-a? Men doim o'z holimdaman-ku. O'xshamayapti-da, lekin. Nimaga o'xshamaydi? Chunki sen o'tgan marta manyakka aylanib qolding. Ha, bilaman, lekin hozir yaxshi hammasi. Tak, hozir nima qilsam ekan? Bu tomonda hammasi yaxshimi ekan? Yetellar yaxshimi hamma? Ha, zo'r, hamma o'z holatiga qaytdi. Mana o'galim nimaga bunaqa qilyapti? Seni avvalgi holatingda deb o'ylayapti, ya'ni manyak deb o'ylayapti. Men manyak emasman, garay bo'lib qolganmisan. Bo'pti, qarochi, hammasi manyak deb o'ylayaptim, bilmayman. Birinchiga qalaysan? Assalomu alaykum, brata, qaniysiz? Manyak emasmisiz siz? Yo'q, manyak emasman. Nima qilyapsan sen bu yerda? Men ko'chada aylanishga chiqqandim. Qanday qo'rmay aylanib yuribsan? Ko'cha to'la manyak edi. Hamma manyakdan qutuldi-yu, men o'zim manyakka aylanib qo'ygandim. Tushunali, bo'pti, qochib turayin. Men bu yerda ketib olmasam, men yaramas yetillar meni tinch qo'ymaydiganga o'xshayapti. Janob mer qayerda ekan? Janob mer cho'ta ko'rinmayapti. Menimcha hamma yetillar o'z holatiga qaytdi. Yaxshi o'z holatiga qaytish, bo'lmasa qishloqda katta problema bo'lishi mumkin edi. Hozir men mana shu klon apparatni yo'q qilmasam, dabdalasi chiqadi hamma yoqda. Eshik o'zgarib qolibdimi? Tushunmadim, kim bunga tegdi? G'alati. Eshik ochilib ketdimi? Ichida nima bor ekan? Ichiga bir kirib ko'raymi ekan? Qani ichida? Eshikni kim yopdi? Hoy, ochinglar, kim yopdi? Hoy, nima deyapman? Chiqazing yopding. Yaramaslar. Yaramas yetellar va Jo'xa, mendan ko'rasanlar. Janob mer qayerga ketdik? Stop, mana-ku janob mer. Hoy janob mer, to'xtang, janob mer, yetib olay, to'xtang. Qayerda yuribsiz janob mer? Men sizni izlab yuribman. Menmi? Parasat janob mer. Sizga nima bo'ldi? Siz ham manyak bo'lib qoldingizmi? Men seni yeyman, tushundingmi? Tushunmadim. Obunachilar, janob mer ham hattoki manyakka aylanib qolibdi. Endi buni sochib tushdi. Ana u meni qiyofadoshimdan qutuldik. Tushunmadim. Jitellar hammasidan niqob. Yo'q, qishlog'imizda katta muammolar paydo bo'ladi. Nima qilsam ekan? Xotinim qayerda ekan? Xotinimga aytishim kerak. Xotinim qayerda? Xotin qayerda? Qani xotinim? Yo'q, xotinim ko'rinmayapti hech qayerda. Hozir telefon qilaman. Allo, xotin qayerdasan? Nima?
Ha, bo'pti, tezroq kel, kutib turaman. Ko'chada ekan, tezroq kelsin. Xotin qayerda qoldi ekan? Yana bir telefon qilayinchi. Obbo, telefon ishlamayapti. Qayerda qolib ketdi ekan? Tezroq kelsa yaxshi bo'lardi. Notebookimni ham o'chirib qo'ymayapman. Ye, xotin, keldingmi? Qayerda yuribsan? Jinni bo'lib qolganmisan? Nima balo? Bu vaqtda ko'chaga chiqib bo'ladimi? Ko'rdingmi? Jitellar hammasi manyak bo'lib qolgan. Hattoki janob mer ham manyak bo'lib qopti. Ha, shunaqa. Endi nima qilishga hayronman. Senda biror reja bormi deb o'shitdim. Rejani dahshati bor ekan senda. Bu qanaqa qilich? Tushunarli. Demak, o'sha portalni shu qilich yordamida bussam, demak hammasi o'z holatiga qaytadi, shundaymi? Undan men ketdim. Sen damingni olmoqchi bo'lsang, damingni ol. Juda ham zo'r bo'ldi. Xotinimning kallasi ba'zida ishlab turadi-da. Ba'zida emas, doim ishlaydi-yu, atak bunchalik zo'r ishlamasdi oldinlari. Jitellar hali ham niqobda. Bularni o'ldirib ham bo'lmaydi. O'ldirsam keyin janob mer meni o'ldiradi, lekin janob mer o'zini ham o'ldirishga to'g'ri kelyapti hozir. Bu yaramas jitellar rasvo holatga kelib qolgan hammasi. Nima qilsam ekan? Hozir o'sha portalni yo'q qilgandan keyin menimcha jitellar o'z holatiga qaytadi, hattoki janob mer ham. Janob mer hali ham niqobda turibdi, ko'ryapsizlarmi? Hozir ichkari kiradigan bo'lsa menga hujum qilib qolishi mumkin. O'shaning uchun tinchgina ichkariga kirmasdan, balki bu yerdan buzib kirib janob merni o'ldira olmayman, chunki u janob mer, qishloqning meri. Uni o'ldiradigan bo'lsam qishloqda hech kim qolmaydi. Xotiniga aytib qo'yayinchi, eringiz shunaqa bo'ldi deb. O'sha oltin sekingina bildirmay o'tib ketayim. Assalomu alaykum yanga. Va alaykum assalom. Keling jo'xa. Xullas, sizga bitta yomon xabarim bor. Qanaqa yomon xabar? Janob mer manyakka aylanib qoldi. Nima? Rostdanmi? Nimaga unaqa bo'ladi? Kim manyakka aylantirib qo'ydi? Bilmayman, o'zi aylanib qo'ygan shekilli. Mana bu yoqda portal bor, o'sha portalga kirganga o'xshaydi. Nima, unda men ham manyak bo'laman. Va jinnimisiz? Siz ham manyak bo'lsangiz, qishloqda odam qolmay yeb tugatasizlar. Unda mayli, men shu yerda indamaygina o'tiraman. Shunaqa qiling, indamay o'tiring. Men o'zim qaytaraman yeringizni, xavotir olmang. Tezroq qaytaring iltimos. Mayli, ketdim. Tak, qanday qaytarsam ekan janob mer? Oho, hammasidan maska. Bular hammasi manyakkalar qo'ygan yarhamaslar. Xo'p, hozir stop. Eshik boshqacha edi bu yerda avval. Tushunmadim, kimdir o'zgartirgan. Hozir men bu yerdan kirsam, balki menga ham nimadir bo'lib qolishi mumkin. Men esa bilasizlar, aqlliman. Orqadan kirib kelaman. Orqadan kirib borsam hech narsa bo'lmaydi. Rostdan ham. Bu yerda buzib tashlashim kerak tezroq. Okey. Bu kitoblar qanaqa kitob ekan? Hozir bu yaramas kitoblarni uzoqqa olib borib iloji bo'lsa yo'q yuboraman. Yo'q yubormasam bo'lmaydi, chunki bu kitoblarda qanaqadir sehrmi shunga o'xshash narsa yashiringan. Agar sehr bo'ladigan bo'lsa, qishloqda hech kim tinch, omon, sog'-omon qolmaydi, ya'ni qisqasi. Tak, hozir mana bu yerni yopib qo'yaman va tayyor. Endi sandiq bo'lganda edi, mana bu narsalarni, kitob, daftarlarni shu yerga tashab ketardim. Mayli, ko'mib ketaman mana shu yerga tinchgina. Tak, ochaman va mana bu kitob, daftarlar vobsheta kerak emas va nima qilib tashladim. Mayli, hozir qaytadan qaziyman va mana bu yerni ham qazish kerak. Lekin janob merni qanday qutqarsam ekan? Janob merni hatto o'ldirib ham bo'lmaydi, chunki uni o'ldiradigan bo'lsam keyin qishloqdagi xalq qanday yashaydi? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Nimadir o'ylab topish kerak axir. Xo'p, mayli. Hozir bu yerni yopib qo'yaman. Hech kim bu yerga kela olmaydi va ichdan hech kim ola olmaydi. Mana shunaqa qilib qo'yish kerak tinchgina. Buni ham qo'yib qo'yaman. Bo'ldi, endi qishloqlarga menimcha qishloqlar hammasi o'z holatiga qaytib qolgan bo'lishi kerak. Qaytib qolmagan bo'lsa, lekin dabdala buzib tashladim. Portal buzilgandan keyin hali ham o'z holatiga qaytmagan. Nima qilsam ekan? Hech qanaqa reja yo'q menda axir. Yo'q, nimadir o'ylab topish kerak. Lekin aynan nima o'ylasam bo'ladi? Voy yaramaslar. Uni qaranglar, hattoki bular poliz bilan ham shug'ullanyapti. Nahotki bular niqobini yechmayapti ham hattoki. Nima qilsam ekan? Nimadir o'ylab topish kerak. Bu ketishda qishloqdan asar ham qolmaydi. Hamma manyakka aylanib qolyapti. Yo'q, janob mer ham hattoki manyakka aylanib qolgan. Hozir bitta rejam bor menda. Rostdan ham zo'r reja. Hozir o'zim ham o'sha niqobni topaman. Lekin keyin o'zim ham manyakka aylanib qolsam dabdalaku. Obunachilar, nima qilsam bo'ladi? Kommentariy yozinglar. Xotinim ikkalamiz hozircha bu yerda sog'-omonmiz. Boshqa qishloqqa borib kelish kerak. Boshqa qishloqdan kimnidir yordamga chaqirmasam, bu yerda birorta ham jetel tirik emas. Topdim. Do'konchi bor edi-yu. O'sha do'konchi Karochi hammasini o'zi hal qilib beradi. Hozir do'konchiga hech narsa. Assalomu alaykum, brat, sizga hech narsa qilmabdi-yu? Menda dori bor edi, dori ichib olgandim. Dorisi bormi? Faqat oldin ichish kerak edi. Endi hech kim foydasi yo'q narsa, ya'ni hech kim ichgani bilan hech narsa bo'lib qololmaydi. Tushunarli. Hozir nimadir qilib bularni yo'q qilmasak qishloq o'sha tugab bitadi. U mana bular hujum qilishga ham tayyor, ko'ryapsizmi? Ko'rib turibman. Menda bitta reja bor. Qanaqa reja? To'g'ridagi shkafnoshda
Qaysi to'g'ridagi? Mana burchakdagi. Xo'sh, bu yerda eshik hamda bu narsa qayoqdan kelib qoldi? Xullas, rejani injig'i bor. Qanaqa rejani injig'i? Go'dakmi u? Yo, jinnimisan? Mana u eshik bilan niqob ko'ryapsan, o'sha niqob va eshikka o'xshaydi. Ha, o'xshar ekan rostdan ham. Xullas, niqobni taqasan. Niqobni taqib bo'lmayapti-ku. Xullas taqasan bir amallab. Taqqaningdan keyin mana u eshik bor-ku. O'sha eshikni qo'yib bitta portalga o'xshash narsa yasaysan. Keyin o'shanga jitellarni chaqirasan. Ular keladi va ichidan o'taverib, dori bor. U dori birozdan keyin yetib keladi. O'sha dorining ustiga sepasan va hammasi yaxshi bo'ladi. Aniq yaxshi bo'ladimi? Ha, yaxshi bo'lishiga ishonib turibman, lekin noaniq. Unda men ketdim, harakatni boshlayman. Ha, faqat juda ham ehtiyot bo'l. Agar ularga haddan ziyod dori sepib yuborilsa, ular hammasi o'lib qolishi mumkin. Oho, juda ham chatoq-ku. Mayli, unda men harakat qilaman, lekin mana uni niqobni taqib bo'lmayapti-ku. Shunchaki qo'lingga ushlab yursang ham taqqan hisoblanasan. Tushunarli. Unda chap qo'limga ushlab yuraman. Ha, bo'ldi, endi borib ishlarni bajar. Aha, mayli. Niqobni taqsam menga jitellar indamaydimi? Yo'q, o'shaning uchun ham taq dedim-da. Rahmat janob. Ana endi jitellarning yoniga borib ko'rayinchi. Voy jetel, qalaysan? Jo'xa, sen ham manyakka aylandingmi? Ha, men ham manyakman endi. Juda ham yaxshi. Biz qishloqni qo'lga oldik. Janob mer ham bizga manyaklik qilib, boshqaruvchilik qilib turibdi. Shunaqami? Unda men ketdim. Qayoqqa ketasan? Men qolganlarni ham manyakka aylantirish bo'yicha yangi narsa topdim. Eshik ko'ryapsanmi? Bu portal bu. Hamma manyakka aylanib bo'lgan-ku. Ha, lekin golemlar ko'ryapsanmi? Manyakka aylanmagan. Ular hattoki menga teginishyapti ham. Ha, to'g'ri, manyaklarga aylantirish kerak golemlarni ham. Lekin bizning nima aloqamiz bor bunga? Jinni, bular senlarni qutqaradi, to'g'rimi? Sen portaldan o'tsang, izingdan bu ham o'tadi. Bo'pti. Unda sen portalni yasachi, keyin o'tamiz birga. Bo'pti, men ketdim. Xayriyat. Bularning tilida gapirish juda ham qalaysan, jetel? Qiyin ekan. Mayli, hozir portal yasashim kerak, lekin qanaqa blokdan yasasam ekan? Hozir mana nima edi? Shaxtanchaga kirib turib tosh olib chiqaman. Toshdan yasasam menimcha ishonchliroq chiqadi. Chunki tosh qattiqroq narsa. Qattiqroq narsadan esa jetellar nima edi? Qo'rqadi-da, qisqasi. Hozir chiqib turib cho'tki qilib bitta portal yasab o'raman. O'rtadan o'tayotgan vaqtida hammasini amalga oshiramiz, ya'ni o'sha rejani. Xo'p, mana shu atrofda, mana shu yerdan qurib o'rsam, ko'chaning ustidan bemalol ularni o'tkazsam bo'ladi. Tak va tayyor. Lekin bu eshikni ochish uchun menda kalit yo'q-ku. Ha, mayli, hozir bir amollab o'raman. Mana. Tak, bemalol o'tsam bo'ladi. Men o'tsam bo'ladi, chunki dori hali kelmagan. Ana u janob aytdi-yu, dorini olib kelishim bilan biz ishni boshlaymiz deb. Menda qurol ham bor hattoki. Bularni o'ldirganim befoyda. Qalaysan, jetel? Yaxshi, Jo'xa, nima qurding bu yerda? Bu golemlarni manyakka aylantiradigan portal. Buni nima keragi bor? O'sha golemlar menga teginyapti-yu, senlarga ham teginyapti. Ya'ni bizni manyakligimizni bilyapti. Ularni o'zi ham manyakka aylansa, hammasi zo'r bo'ladi. Lekin bizning nima aloqamiz bor bunga? Jinni, sen buni o'rtasidan o'tsang, ortingdan golem ham o'tadi. Tushunarli. Qachon qilamiz u ishni? Hozir men narsalarni olib kelay borib. Mayli. Yaxshi. Voy jetel, tinchmisan? Qarochi, endi o'zimda gapiray. Xotinim uyda o'tirsin. Agar chiqadigan bo'lsa, u ham manyakka aylanib qolishi mumkin. Bo'ldi, endi rejani amalga oshirsak bo'ladi.